Masalan, hozir uyimizga kirib kelgan kelinga yomon munosabat qilayotgan qaynasi, ya'ni bizning xotinimiz, qaynata ya'ni biz, eri, bu degani o'g'limiz. Shuni o'rniga agar qizimizni erga bergan bo'lsak, qizimizni qo'yib ko'raylik, yo singlimiz bo'lsa singlimizni, yo opamiz bo'lsa opamizni qo'yib ko'raylik akalar. Endi shunga qaynasi va qaynatasi va eri xunuk va past sanagan holatda muomalada bo'lsa, biz erkak sifatida, aka sifatida, uka sifatida, dada sifatida shunga chidab tura olasizmi? Iloji yo'q. Shu paskuda taloq devormasin degan ma'noda tishimizga qo'yishimiz mumkin. Paskuda deganim Rasululloh aytganlar, ayoli bilan pastkash erkaklar past sana muomalada bo'ladi deganlar. Shuning uchun o'zini ayolini past sanayotgan erkaklarni bemalol paskuda desa bo'laveradi. Pastkash desa bo'laveradi. Men shuning uchun uni paskuda demoqchiman. Shu ma'noda taloq qo'yib yubormasin degan ma'noda pochchasiga, kuyoviga indamasligi mumkin. Lekin boshqa temada bo'lsa, o'zini singlisi va opasi va qizi uchun sinfda eng oxirgi kuzurda bo'lgan, urushalmaydigan bola ham uni ichida uxlayotgan sher bo'ladi. Men shunday deb bilaman men. Agar singlisiga, opasiga yo qiziga yo onasiga nisbatan nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, uni ichida sher uyg'onib ketadi. Hali ko'zim og'darilib qoldi deb qo'yadi, majoziy ma'noda. Shuna bo'lib ketib qoladi. Faqat uni nikohida turganligi uchun tishini qo'yadi xolos. Nima demoqchiman? Shunday erkaklar chiqyapti ekanki, mana menga endi bizga domlalarga mana inomjon o'tiribdi. Imomlarga nikoh va taloq haqida nima keladi-ku murojaatlar. Misol menga keladigan murojaatlardan ko'pini bittasini aytaman-da. Kuyov bola aytarganki, ana ko'ryapsanmi, orqangdan kim kelalyapti sanadir ekan. Vaholanki nimaga kelmayotganimizni bu menga tegishli emas u. Misol siz bo'lsangiz siz, men bo'lsam menda, kuyovimiz shuna deyapti deylik. Ko'ryapsanmi mana kim kelaldi orqangdan sani degan ma'noda yana qo'shimchasi kamsityapti. Ular aytayaptiki, qoraga borib bir narsa deb qo'yaylikmi, bir no'qib qo'yaylikmi kuyovimizni. Bu umuman endi shu darajaga boribdi mana. Singlimiz yo opamiz deb keladi, yo qizim deb keladi, erkak. Men aytaman deb qo'ying, mayli. U ahmoq bo'lsa, biz ahmoq bo'lmaylik. Bitta borsangiz, bu paskuda nikohga osiladi. Darrov nikohga osiladi. Shuning tek qo'ying, vaqt davolaydi deymiz, indamen deymiz. Nima demoqchiman? Mabodo shu yerda shuna bola o'tirgan bo'lsa, yo shuna qaynata o'tirayotgan bo'lsa, u keliningiz yoki sizni xotiningiz orqasidan kelmayapti degani u qizi kerak emas, yo singlisi kerak emas, yo sizga duxi yetmayapti emas. Bardacho'kka solib qo'yadi, opasi uchun, singlisi uchun. Lekin ular insof qilyapti, tishiga qo'yyapti. Men shuni tushuntirmoqchiman xolos. Shuning uchun akalar, qadrdonlar, men bu joyda nikoh haqida gapirishimning bitta sababi, birinchidan bu joyda nikoh to'yi bo'lyapti. Ikkinchidan ajrim degan masala qanaqadir oddiylashib qolyapti. Oddiylashib boryapti. Shu narsaga siz va men o'zimizni shu vatan, o'zimizni shu millat, o'zimizni shu xalq, o'zimizni shu kelajak yoshlarimiz uchun o'zimiz akalar jon kuydirmasak, holimiz voy bo'lib qoladi. Shu ma'noda jon kuydirman gapiryapman, shu ma'noda. Shuning uchun mana shu narsaga bir bo'lib, mana bir bo'lsak mush bo'lamiz, birdan bo'lib, bir-birimizdan maslahat olib, bir-birimizga maslahat berib, u meni o'rtag'im basku, yo meni singlim basku, yo'q. Siz bilan menga o'xshagan bitta musulmonning bolasimi, uni baxtli bo'lishiga hammamiz kurashishimiz kerak. Hammamiz duo qilishimiz kerak. Hammamiz shuni xohlashimiz kerak. Agarchi o'sha qizni dadasi bilan haqiqiy dushman bo'lsak ham, Xudodan duo qilib so'raylik, ey Alloh, shu dadasi meni dushmanim, men yomon ko'raman buni, lekin ey Xudo qizi baxtli bo'lsin deb duo qilaveraylik. O'g'li baxtli bo'lsin deb duo qilaveraylik. Shunda inshaalloh biz haliga aytilgan, tepada aytilgan chin musulmonlardan bo'lamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. 6:13 da ochiladi og'iz, Xudo xolasa. Qoragam Qur'on o'qib bersalar, inshaalloh keyin duo qilamiz.